Assalomu alaykum, hurmatli ayollar va qizlar. Men Feruza Ro'zaliyevna. Bugundan boshlab YouTube sahifamda sizlarni ma'naviy rivojlantirishga bo'lgan bepul darslarni joylashni boshlayman. Bugun Telegram kanalda so'rovnomada o'tkazilgan eng ko'p ovoz olgan ko'p uxlash, uyquga to'ymaslik sabablarini o'rganamiz. Shu mavzuda bo'ladi bugungi YouTube darsimiz. Va videoni oxirigacha ko'rsangiz, qanaqa qilib unga yechim berish texnikasini o'rganasiz. Insonga uyqu o'zi nima uchun kerak? Uyqu insonni kun davomida qabul qilgan informatsiyalarini miya dam olish orqali qayta ishlab chiqarilishi uchun kerak bo'ladi. Agarda sizda qancha uxlasangiz ham uyquga to'ymaslik, yana uyqungiz kelaverishi bo'lsa, demakki sizni kun davomidagi energiyangiz to'g'ri taqsimlanmayapti. Buni psixologik va patologik sabablari bor. Hozir sizlar bilan psixologik sabablarni ko'rib chiqamiz va tana jihatidan kelib chiqadigan ko'p uxlashni sabab o'rganamiz. Uyqu har bir individual shaxs uchun har xil miqdorda bo'ladi. Unikalniy, hammani uxlash vaqti, uyqu davomiyligi har xil. Masalan, 8 soat uxlash kerak, 7 soat uxlash kerak deyiladi, to'g'rimi? Kimdirlar esa 4 soat uxlaydi, 5 soat uxlaydi va u yana ham bir katta g'oyalarni amalga oshirish uchun zo'r energiyada uyg'onadi. Kun davomida 16 soat ishlab, 18 soat ishlab, 20 soatlab ishlab ham nima qilinadi? Tetik holatda, fikrlari tiniq holatda yura oladi. Kimdirlar esa 10 soat uxlash orqali xuddi shunday natijaga erisha oladi. Buning sababi o'sha insonni ichki holati, ruhiy holati va tana holatiga bog'liq hisoblanadi. Ruhiy sabablardan biri bu depressiya. Ruhiy tushkunlik holati. Ruhiy tushkunlik holatida inson qiziqishsiz, kuchsiz bo'lib qoladi va o'zini doimiy mana shu hisda yurganligi uchun uyqu bu reallikdan yashirish vositasi hisoblanadi insonni. Surunkali stress holati, doimiy tashvish, og'ir hayotiy vaziyatlar insonni asab tizimini toliqtirib qo'yadi. Organizm o'zini himoya qilish uchun ko'p uxlashga majbur qiladi. Psixologik himoya, ya'ni inson muammolardan qo'rqishi, ularni hal qila olmaslik hissi, mas'uliyatdan qochishi tuyg'ulari uni ongini o'chiradi va ko'p uxlashga undaydi. Uyquchanlikning yana bir sababi bu apatiya holati. Hayotiy quvonchni yo'qolishi va kuchli ruhiy zo'riqishlar natijasida tinimsiz inson mana shunday holatda yashagan paytda insonni tanasi, ruhi quvvatni tiklay olmay qoladi. Natijada inson ko'p uyquchan va qancha uxlasa ham uyquga to'ymaslik holati kelib chiqadi. Hozir ko'rib chiqqanlarimiz bu ko'p uxlashning psixologik sabablari hisoblanadi. Endi esa men sizlarga tana holati bo'yicha ko'p uxlashni sabablarini keltirib o'taman. Tana holati bo'yicha sabablar bu sifatsiz oziq-ovqatlar. Bilasiz, energetiklar, fast foodlar yoki bo'lmasam gazli ichimliklar bu har doim ham foydaga emas. Ko'p iste'mol qilinganda balansni buzilishi natijasida insonni energiyasini yemirib qo'yadi va inson ko'p sifat oziq-ovqatlar tanaga energiya bermaganligi natijasida insonda ichki zaxira energiyani ishlatish boshlanadi. Mushaklardagi energiyani, yog'larni ishlatish boshlaydi va doimiy uyqusirash holatida yuradi. Keyingisi bu suv yetishmasligi. Bizni tanamizdagi suv qon aylanishi, nafas olish, hazm qilish, hujayralar faoliyati, terlash kabi jarayonlarda ishtirok etadi. Agar tanada 1-2% suvsizlanish bo'lsa ham, bu mana shu hujayralar faoliyatiga juda katta ta'sir qiladi va natijada inson horg'in, bosh og'rig'i, charchoq hissida yuradi. Harakatsizlik
uyquda yashaganda insonda yana o'sha uyquchanlik holati kelib chiqadi. Bu bir qaraganda paradoksal tuyulishi mumkin, lekin kam harakat qilinganligi uchun qon aylanish faoliyati sustlashadi va miya, to'qimalar o'zi uchun kerakli bo'lgan vitaminlarni, energiyani ololmaydi. Natijada insonda o'sha diqqatni tarqoqligi, holsizlik holatlari, ko'p uxlash, uyquga to'ymaslik kelib chiqadi. Biz hozir sizlar bilan mana shu ko'p uxlashni, uyquga to'ymaslikni sabablarini ko'rib chiqdik. Xo'sh, endi kommentariyada yozib qoldiring, sizdagi holat aynan qaysi bir sababga to'g'ri keladi? Va sizni quvontiradigan xabarim esa bularni bartaraf etish mumkin. Uyquchilikni davolash uchun yo'riqnoma sizlar uchun. Eng avvalambor uyg'onish va uxlash vaqtingizni rejimga qo'yib oling. Chunki uyg'onish va uxlash vaqti rejimda bo'lmagandan keyin insonda o'sha miya sarflagan quvvatini tiklab olishlik uchun kunning ma'lum qismlarida ham o'sha uxlashga undaydi va informatsiyalarni kamroq qabul qiling. Chunki ko'p informatsiya qabul qilingandan keyin miya uni qayta tiklash uchun juda ham katta quvvat sarflaydi. O'shaning uchun qancha uxlasangiz ham uyg'onganingizdan keyin yana charchoq hissida uyg'onasiz. Keyingi tolali ovqatlar, dukkakli ovqatlar bor-ku, shunaqa ovqatlar yeyish, meva, sabzavotlarni ko'p iste'mol qilish, yog'siz oqsillarni yeyish bizni uyqu faoliyatimizni yaxshilashga xizmat qiladi. Suv ichishni odatga aylantiring. Kuniga 1,5-2 litr suv iching va sport bilan shug'ullanish. Sport, fitness harakatlari sizni harakatlantiruvchi yengil mashqlarni ham doimiy bajarishni odat qilish. Bu o'sha qon aylanishini yaxshilab, miyaga kislorodni yaxshi yetib borishiga va inson sifatli dam olishiga yordam beradi. Va eng muhimi ruhiy mashg'ulotlar. Ruhan dam olishni albatta har kuni bajaring. Bu ibodatlar bo'lishligi mumkin, meditatsiya, nafas mashqlari, raqsga tushish, davolovchi, chastota ko'taruvchi musiqalar tinglash sizni ruhan tinchlantirib, uyqu sifatingizni oshirib beradi. Agar bugungi mavzuyimiz sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring va keyingi darsimiz aynan qaysi mavzuda bo'lishini xohlaysiz. Hozir men sizlarga havolada Telegram manzilini qoldiraman. Telegramda sizni ichki og'riqlaringizni davolash va ruhan uyg'otishga bag'ishlangan ko'plab efirlar o'tkazilgan, bemalol o'tib eshitishingiz mumkin. Bugungi mavzuyimiz sizlar uchun manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa, o'zingiz uchun nimadir olgan bo'lsangiz, insightlaringizni izohlarda yozib qoldiring va keyingi dars qaysi mavzuda bo'lishini xohlaysiz?